yaşarıp yüreğimde. Dede canım beni, ana canım beni, alemde ikiniz yeganem beni. Dede canım beni, ana canım beni, halıkam yanımda parvanem beni. Maling bo'lsa do'stim bisyor, aksi bo'lsa bari bekor. Moling bo'lsa do'stim bisyor, aksi bo'lsa bari bekor. Lekin bilib qo'ydi ham qanchadan qancha tur bor. Lekin bilib qo'ydi ham qanchadan qancha tur bor. Kuysang kuyar jondayin do'st, kuymasa u qandayin do'st. Kuysang kuyar jondayin do'st, kuymasa u qandayin do'st. Dushmaningga do'st tutilsa xoin ekan undayin do'st. Dushmaningga do'st tutilsa xoin ekan undayin do'st. Yaşadığı didar bilen abadığı, dost bürledin yaşadığı didar bilen abadığı. Dostudan ma'lum kimsenin qandayina adam zotiga. Dostudan ma'lum kimsenin qandayina adam zotiga. Yaxşı dostdan ayrılanın, iki gözden ayrılanın. Yaxşı dostdan ayrılanın, iki gözden ayrılanın. Kuysan kuyar candayin dost, kuymasa u qandayin dost. Kuysan kuyar candayin dost, kuymasa u qandayin. Düşmaningga do'stinsa xoin ekan undayin do'st. Düşmaningga do'stinsa xoin ekan undayin do'st. Hol so'rab ko'nglingni do'stingiz qilar ikingni. Hol so'rab ko'nglingni do'stingiz qilar ikingni. Sen menga do'stingni aytgin, men aytaman kimligingni. Sen menga do'stingni aytgin, men aytaman kimligingni. Kuysang kuyar jondayin do'st, kuymasa u qandayin do'st. Kuysang kuyar jondayin do'st, kuymasa u qandayin do'st. Düşmaningga do'st tutilsa xoin ekan undayin do'st. Düşmaningga do'st tutilsa xoin ekan undayin do'st. Xoin ekan undayin do'st. Xoin ekan undayin do'st.
bo'lsin sizga duo salomlar. Duolarda go'zal, shirin kalomlar. Hayotingiz mudom nurlarga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli eldoshlar, aziz mehmonlar. Bugun elimizning fayzli xonadonlaridan biri Sabirovlar oilasida ajoyib bir kun ekan. Mana shu ukamiz Quronboy hamda Salomatxonlarning tavallud kunlari ekan. Bularning tug'ilgan kunlari musulmonlar uchun eng bir ajoyib bayram bo'lgan. Mana Qur'on hayitiga to'g'ri kelib turibdi. Ilohim bularning hayotlari hamisha bayram va quvonchlarga to'liq bo'lsin. Elda aziz bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar, baxtli saodatli bo'lsinlar. Hamisha do'stlar uchun dasturxonlari ochiq bo'lsin. Farzandlarini kamolini ko'rib yurishlariga tilak bildirib, bugungi davramizni boshlar ekanmiz. Dastlabki tabrik so'zimizni mana shu davrada o'tirgan Inash Zarpoy otalarimiz o'tirdilar, Piru Badavlat otaxonlarimiz. Qolaversa shu Sabirovlar oilasini tayanchi, duogo'yi xonadonida to'rda o'tirib, duoga qo'l ochib, yoshlarga baxt va saodat, zamonamizga tinchlik, xotirjamlik tilab o'tirgan aziz otalarimiz tabrik so'zlarimizni boshlab bersalar. Otalar shaniga loyiq so'z aytmoq, tabarruk bir kitob yozish bilan teng. Ularning mehri-ku bamisli oftob, bag'ri ham yulduzli osmon kabi keng. Taxti Sulaymondan balanddir beshak, ota deb atalgan martaba yu baxt. Demak, har bir yigit uchun, har bir inson uchun otalik baxti dunyodagi eng go'zal baxt. Hattoki Sulaymon taxtidan ham yuqori martabaga ega ekan. Mana Zarpoy otamiz mana shu sulolani boshida ajoyib bir duogo'y. Dastlabki tabrik so'zini shu otasidan olsak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. To'y ko'p bo'lsin, bara yo'q bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'l. Erkinimiz tinch bo'l. Yoshlar baxtli bo'l, o'ngay o'tgan dunyoga xizmatlar buyurg'ay. Maydonga ketgan baramiz sog'ma o'ynab turib, omosoki. Hammaga uyingda yaxshi kunlar to'ylar o'g'ay. Mana bugun shu baramiz bilan kelinimiz shu yoshga yetirgan ekan. Shuna katta rahmat. Xudoyim bundan ham katta to'ylar berib, bolalarni uylantirib, hamisha vaqti qo'shib kulib o'ynab yurgay. Elimiz yurtimiz tinch bo'l, Xudoyim. Necha yosh istaymiz shu yoshda bergay, Xudoyim. Hech vaqt injilma, ersang ishtaman deya ko'nna kemagay. Hammaga uyingda yaxshi gaplar to'ylar o'g'ay. Yana bugun Qur'on aytgan, yanaga hayotlarga sog'lik, salomatlik boshpin borib tunab yetiravergay. Hammaga shu bugungi o'tgan bayramdan tabriklayman. Hammaga katta rahmat. Rahmat Zarpoy ota, sizga ham kuch-quvvat tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Farzandlaringizni, ahtiqlaringizni baxtini, taxtini suyanib uzoq yillar yashash, ularni kamolini ko'rish nasib etsin. Chiroyli, go'zal keksalik ato etsin Alloh taolaga. Darvoqe barchalaringizni mana shu bayram bilan, bugungi ayyom bilan chin dildan muborakbod etamiz. Hammangizni tanangizga sog'lik, ishlaringizga omad, kisalaringizga daromad tilab qolamiz. Mana shunday Qur'on hayitlardan, bayramlardan juda ko'plarini ko'rib yurishlik barchamizga muyassar bo'lsin ilohim. Hayot bu har bir insonga bir marta beriladigan go'zal ne'mat. Ana shu umr yo'llarida inson o'zi istagancha yashaydi. Ana shu umr yo'llari baxt va saodatga, yorug'likka to'la bo'lsin ilohim. Insonning yoshi ulg'aygan sayin uni xotiralar, bolalik xotiralari qamrab oladi. Mana bugun mana shunday bir ajoyib tug'ilgan kunni nishonlayotgan ukalarimiz ham 50 yoshni qarshi olibdilar. Qachon yashadik bizlar shu 50 yoshni? Umr shunday tez o'tib ketadigan ekan deb shunday suhbatimizda shunday deb o'tirdilar. Umr oqar daryo haqiqatdan ham. Mana shu davramizda shu oqar daryoda bir daryoga tushib, suzib, kurashib, birgalikda yashab kelayotgan do'stlar, qarindoshlar, yaqinlar shu davrada mujassam. Qolaversa, Quronboyni shu yerda sinfdoshlari birga o'qigan,
sinfdosh do'stlari, Salomatxonning sinfdoshlari o'tiribdilar. Albatta har birining ezgu niyatlari, yaxshi tilaklari bo'lsa kerak. Goho shunday paytim keladi. Sizga bir so'z aytgim keladi. Tashvishlardan toligan paytimda bolalikka qaytgim keladi. Otam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. To'yib yig'lagim kelar, yoshligimga qaytgim keladi. Onam yopgan issiq nonlarni, eslab do'st va qadrdonlarni sog'indim-da, o'sha onlarni bolalikka qaytgim keladi. Hayot o'zi 5 kunlik safo, kimga safo, kimgadir jafo, tashlab ketgan o'sha bevafo bolalikka qaytgim keladi. Uzoqlarda chorlar bir nigoh, qaytolmasam mendami gunoh? İlk sevgimga yolg'izgina guvoh bolalikka qaytgim keladi. Siz ham menday ezilgan chog'da bo'lganmisiz xazonli bog'da, yuraklari ezilib dog'da, yoshligimga qaytgim keladi. Mana shu davramizda eng aziz mehmonlar, Quronboyning do'stlari, ana shu bolalik yillarini, maktab yillarini, yoshlik yillarini eslab o'tirgan bo'lsa ajab emas. Ularni tabrik so'zlariga Quronboy bilan salomatli yubiley bo'lib turgan ekan, shu yubiley bilan tabriklaymiz. Xudoyim o'zi istagancha yosh bersin. Vaqtlik cho'g'lik yo'llar ko'rgandan tabriklab o'tiring. Rahmat. Xonadonlaringizda tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Zulxumor qizimiz ayollar nomidan. Rahmat. Men ham shu Quronboyam bilan salomatlikka va uzoq yosh tilayman. Keng davlatli bo'lsinlar, hamisha bog'alarini, aqtiqcho'liqlarini suyib, shularni bog'alarini ham uylantirib o'tirmoq bularga nasib etsin. Tengkori birgasizlar, ikking baxtli bo'lgaysizlar. Sog' bo'ling. Rahmat Zulxumor. Hamisha xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Sinfdoshlar bilan eng aziz onlaringizni, eng qimmatli onlaringizni o'tkazib, uchrashib turib, yaxshi yomon kunlarda birga bo'lish nasib etsin. Qizlar menga tanish. 1982-yili bu qizlarni men 1-sinfga qabul qilganman. Inshurda muborak qizimiz bor ina. Salomatni o'zim ashula darsida jingalak sochlarim belima tushganda galing deb qo'shiq aytadilar. U jingalak sochlar belga tushdi, hatto oqam oralabdi. Lekin o'sha qizlar, o'sha chehralar. Iloyim baxtli, saodatli bo'linglar. Farzandlaringizni kamolini ko'ringlar. Elda aziz ayol bo'lib yursizlar, bir xonadonni gullatib yuribsizlar. Kimgadir suyukli yor, kimgadir ajoyib kelin, kimgadir mehribon onasizlar. Iloyim sog' salomat bo'linglar. Endi muborakjon shu salomat chiqaningizga tilaklaringizni ajoyib tilaklar bilan aytib o'tsangizlar. Salamet çıkanıma, uzak ömür, baxt dilime, Xudoyim şu kuvvanlık ağam bilen, koşa karınla, ferzentleriniz rahatını köreyip yaşaş Xudoyim nasip etsin. Hemişe, nişetinde yengepti bilmegeysiz çıkan. Men isteymen dünyada mevcut, baxtlı hayat bolsun sizge yar. Kelgüsü de ömür gülüngiz, yine körsün minglep bahar. Menem salomat chiqanima uzoq umr tilayman. Quronboyim bilan yashab tengkorib, Xudoyim Umidjonni to'ylarindan shunday deb o'tirmoq nasib etsin. Xudoyim aqtiq chovliq yo'liqlarni boqib o'tirmoq nasib etsin. Hamisha shunday go'zal bo'ling. Menem salomat chiqanima, Quronboy og'amni shunday bir qutlug' muborak kundan nishonlayotgan tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Hamisha xonadonda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Alloh taolam uzoq yosh bergay, farzandlar kamolini ko'rib yurishlik nasib etgay. Men ham shu salomat chiqanim bilan Quronboyimga uzoq yosh tilayman.
Şu bağlarını, kızlarını, rahatını körübürsün. Şu yıl ahırlap şu gelin alıp oturgan toylarına adam kelip oturgayımız. Menem salamet bilen Kronbayağ'a baxt dilemen. Xudayım bundan ham zor devrelerde oturuş nasip etsin. Gelin alıp toy etip oturgaysız. Menem tebrikliymen Kur'an bayram bilen 100 yaşlara kiribirgeysiz Xudayım. Hemşe uyingizde şunday yaxşı gün bolsun, dasturxanınız hemşe şunday açık bolgay Xudayım. Sağ yürgeysiz. Menem uzak yaş dilemen, Xudayım hemşe baxtlı bo birgeysiz, qo'shqaningizdan qo'sha qaragaysiz. Xudayım yaxshi günlere gelevergeymiz. Salamet tuğanınız bilen tebrikliymen. Koşalak bayramlar mübarek olsun. Her gününüz şunday koşalak bayramlara bay olsun. Sağ salamet yürüyün. Rahmet. Menem Kur'an bayramı bilen salamet çıkanım tebrikliymen. 100 yaşlara girip yürüyün. Ferzentlerinizi rahatını görüp. Hemşe sağ salamet olun. Menem salamet çıkanıma tebrikliymen. Kur'an bayramı bilen koşa karısın. Ümitcanam aman so gelsin. Tapkallar yaxşı günlere buyurup. Gelin alıp aktık suyup oturgayız. Uzak yaşan. Rahmet. Men hemşe hemme yaxshi tilaklari qo'shilishamiz. Salomat chiqanimizga uzoq yosh, keng davlat tilayman. Xudoyim shu Qur'on bayram bilan teng yashab, teng qarab, bolalarning rohatini ko'rib yurgay. Sog' yursinlar. Menem şu çıkanıma uzak ömür dilemen. Layım yine şunday 50 yaşlarda yine bir sene görsün. Baxtlı bolsunlar Kur'an bayram bilen koşa karısın. Rahmet kızlar. Güzel tilaklaringizga qo'shilib qolamiz. Hayotlaringiz hamisha quvonchga, baxtga to'liq bo'laversin. Sog' bo'linglar. Tabrik so'zlarimiz, yaxshi niyatlarimiz davom etadi. Mana davramizda salomat hamda Qur'onboylarning yaqinlari ezgu niyatlar bilan o'tiribdi. Hurmat bilan so'z navbatini Naziraxon singlimizga beramiz. Assalamu alaykum mehmonlar. Bugün shunday singlimi, kuyovimi tug'ilgan kunga kelsizlar. Eldan rahmat aytaman. Xudoyim bular uzoq yashasın. Opalar bularga ne yaxshi tilagi bo'lsa dunyoda men ham shu salomat singlime shuni tilayman. Qur'onboy bilan qo'sha qarasizlar. Umidjonim sog'man kelsin, to'ylarni yetib, bundan ham ko'p bo'lib, jamil-jam bo'lib o'tirgaysizlar. Salomat tabriklayman, uzoq yashagaysan. Ailem namından, balalarım namından tebrikliymen. Aktıklarım minenem. Xudayım uzak yaşagaysan. Ayımca apa, hem apam hem biyime bersen bola mı? Rahmet. Assalamu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Salomat tabrikliyman tavallud kuning bilan. Qur'onboy bilan qo'sha qarib, baxtli saodatli bo'lib, hemşe kovanı bir üstü nasip etti ya Xudayım. Ümitcanım ama sökeri toylar verip oturuş hemmemize nasip etti. Ne arzu niyetleriniz bu sarayıp kaçsın. Tapkalarınız hemşe işini yaxşı günlerinize büyürsün. Tebrikliyim. Assalamu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Menem, yaqinım, dostum, singlim, kelinim, salomatni shunday yaxshi kunda, tavallud kunida uchrashibmiz. Dunyoni ne yaxshi umid narsalari bo'lsa, hammasi sizlarga bo'lsin. Boshing'iz to'ydan chiqmasin. Bağlarda baxtına, Qur'onboy tamızı baxtına, hammani baxtına sağ salomat bo'ling. Tapqanlaringiz, to'ylaringizga büyüsün. Biz aytgandek, yaqinda to'y boshlab, to'ylarda o'tirmak ham nasib etsin. Rahmet. Assalamu alaykum aziz davramiz qatnashchilari. Yine bugün Xudom biz singlim salomatni 50 yoshli yubileyini beryatır ekanmiz. Xudoyim shular Qur'onboy bilan denk qarasın. Qizlarni, bolalarni rohatini ko'rsin. Umidjon amonsa gelip to'ylar etib, hammamiz birgalikda hech kimni o'rnini o'chmasdan
to'ylar etib o'tirish nasib etsin. Vaqtliq çoğulukları ko'p bo'lsin, yaxshi gününde hammamiz qatnashish nasib etsin. Baxtli bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli davlat qatnashchilari. Men ham bugun shu salomat singlimi tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Quronboy bilan qo'sha qarib, baxtli, taxtli bo'lib uzoq yashasınlar. 100 yoshlarga kirganda shunday tashkillar berib o'tiringlar. Umidjon ham sog'-omon kelib, to'ylarında hamma qarindosh tug'an birgalikda o'tirishni hammamizga nasib etsin. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat, hammalaringizni ezgu tilaklaringizga qo'shilib qolamiz. Bu akşam ko'ngillar sururga to'ysin. Oqibat atalgan oq nurga to'ysin. Diydor istaganlar mayli diydorga, navo istaganlar sozga to'ysinlar. Bu akşam do'stlar shod. Davramizni ajoyib qo'shiq kuylar bilan davom ettiramiz. Tabrik so'zni olgan barcha aziz insonlarga rahmat aytamiz. Marhamat. Quronboy bilan gelinimiz qani salomatlarda ishora taklif etamiz. Farzandlaringizni sovg'a salomlari, so'zlari bor ekan sizlar aytadigan. Marhamat, qani Quronboy. Salomat bilan kelavering. So'zga jon fido, onamdir u. Onamdir u. Orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo, onamdir u. Onamdir u. Yo'g'iga ham qo'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan, onamdir u. Onamdir u. O'zi yetmay murodiga, farzandidan umid tutgan, onamdir u. Ona aziz, muqaddasdir, nozik qilib shubhasiz, ona zamin gapidirsiz, siz ham ulug'siz ham aziz, ona aziz. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'yingda, 80-90da yasharib yuringda. Onajonim mana, onajonim mana, olamda ikkingiz yagonam mana. Onajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda armonim mana. Yaşadık dostlara, ertaga qaytmaydi. Ushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'qib erkalayman. Siz uchun bugun shu qadar kuylayman. Dadajonim mana, onajonim mana, olamda ikkingiz yagonam mana. Dadajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda parvonim mana.
Giydesin derekte olmasın şimdi sen alsan başımda Ahmet'nin boyida meysene kaçırdı melani boyida Çiçerse oynatmaz sadrini boyida Gözlerim çekmeydi kabat boyida Aşıklar kolaylangan Jolluktun sen kaylardan Karay oysan tayyarman Karamazsan oyranman Aşıklar kolaylangan Jolluktun sen kaylardan Karay oysan tayyarman Karamazsan oyranman Gördüm kaldım hayran Bakar canım ayyara Uğrun kullan tuz yer Şabıskan seni jayranma Gördüm aldım hayran Bakar canım ayyara Uğrun kullan tuz yer
bir yana ben bir yan. Hazırız gürlen bir yan. Sen bir yana ben bir yan. Hazırız gürlen bir yan. Seni kızla bir yanda. Seni kızla bir yanda. Sen bir gülde ben bir yan. Sen bir gülde ben bir yan. Sen bir yan. Ben bir yan. Sen bir yan. Ben bir yan. Aşıkların hayatında deryadan ayağında. Aşıkların hayatında deryadan ayağında. Nefes olacağım, nefes olacağım. Hayatımın sonunda, hayatımın sonunda. Sen bir ya, ben bir ya. Sen bir ya, ben bir ya. Rahmet, ajoyib o'yinlar bo'ldi, ajoyib davra bo'ldi. Davramizni yana samimiy tilaklar, qutlovlar, niyatlar bilan davom ettiramiz. Madhingdan davraga kuy to'ldi bu kun. Baxtingdan davraga nur to'ldi bu kun. Qadringdan davraga gul to'ldi bu kun. Tug'ilgan ayyoming muborak bo'lsin. Yana bir bor azizlar, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Tebrik so'zlarimizni Mehribon opasidan eshitamiz. Mehribon. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun ukam Quronboyda xonadonda shunday ajoyib kun ekan. Gelinim salomatdi, tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Xudoyim shular xonadonda hamisha yaxshi kun bo'lg'ay, sog' salomat yurgay, ukam bilan qo'sha qarag'aylar. Umidjonam amonsoq ishlab kelib uylantirib o'tirmoq nasib etgay. Xudo bergan yoshda, izzatda, hurmatda o'tirgaylar. Qo'sha qarag'aylar, baxtli o'g'aylar. Rahmat, menem ağam bilen biyme, uzak umur dilemen. Şu bağlarını rahatını görsünler. Ümitcanam sağıma işlek gelip, toyla atıp oturuş nasip etsin. Hemşe baxtlı bulup, ten karşı bilsinler. Rahmat. Tebrik so'zlaringiz uchun katta rahmat aytamiz. Albatta har bir yigit kishini baxti iqboli o'ziga munosib yor topib, u bilan oila qurib, farzandlarni kamolini ko'rib yashashdan iborat. Mana bugungi davrada o'tirgan azizlarimiz, qolaversa shu Sabirovlar oilasini kelinlari ham o'zining go'zal niyatlari, tilaklari bilan davramizdalar. Mana bosh katta o'sini Mehribondan eshitamiz. Go'zal niyatlarni, tilaklarni. Mehribon. Mehribon qo'limdagini qo'ydan tursin ayabi. Qo'y. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun singlimiz, o'sinimiz, ukamiz Quronboylarni shunday 50 yoshi bilan tabriklayman. Xudoyim gey beri. Xudoyim qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Xudoyim Umidjonni uylantirib o'tirmoq ham nasib etgay. Aqtiq cho'lliqlar ko'rmak nasib etgay. Hamisha u shunday ochilib yurgay bu yanimizda, yonboshimizda. Deri ko'zi yoshi tushib turadi buni. Daryo dengiz bo'lib ketmagay, suv yo'qda. Sog'lik, amonlik Xudoyim. Ne muroding bo'lsa yetkaysan ukajonim. Xudoyim sog' yurgaysizlar Xudoyim. Ko'rganing to'y bo'lsin Xudoyim. Rahmat. Sog' bo'l. Rahmat. Rahmat Mehribon. O'zbeklarda, o'zbekchilikda shunday bir maqol bor, ulli arvo nerda yursa, kichkina arvo izidan yuradi deb. Yana shu Mehribon bosh bo'lib, hamma o'sinlar to'y va marakalarda, eldi xizmatida sizlarni hamisha birga ko'raman. Iloyim shu oralaringiz hamisha shunday bir ne bo'lsin, mustahkam bo'lsin, bir-biringizga mehr muhabbatingiz, oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin.
Şu salamet kızımızı gözünde yaş dedi. Bülbül nima için seyreydi? İnsan nima için eşiğe aldığı gül ekedi? Ya bu masa atalarımız, analarımız nima için farzandlarini kabristanga yeteklep baradılar? Körmegen ki ata boğalarını, o yaş balalar. Ya ki bu masa bir kino filmni körüp oturgan vaqtimizda baş kahramanımız vafat etse nega yig'laymiz? Ya ki bu masa bolalikda o'sgan uyimizni tush ko'rsak, nima uchun sog'inib ketamiz? Chunki insonni hayvondan farqi uni ma'naviyati, qalbini go'zalligi, hayotga bo'lgan muhabbati. Salomat qizimizda ana shunday ajoyib tuyg'ular mujassam, ajoyib tuyg'ular. Hozir zamonaviy qilib aytganda uni nima deb aytadilar? Energik, nima deydi, bir kuchli, quvvatli deganni biz. Ana shunday qalbidagi go'zallik, jo'shqinlik, daryo hamisha bor bo'lsin. Nasiba o'sini davom ettiradi. Benim şu salamet, şimdi olsanım desem buladı, singlim desem. Şükranbay, konuşumuz, Şükranbay bilen ikisi fin karışsın. Bulara 120 yaş dilimen. İlahim şu hemişe kuanı birsin, şu ümitcan gelip, üylentirgen toylarında müşünde etip, şu apa singil deyip olup yürüvergeyimiz. Yanımda bu. Rahmat Nasiba, tilaklaringizga qo'shilamiz. Endi erkatoy ovsinlaringizni chaqiramiz. Albatta ota-onani uyinda o'tirgan, sizlarni ochiq chehra bilan kutib oladigan shu ovsiningiz bo'ladi. Rahmet. Menem şu ağam bilen rahmet. Menem şu ağam bilen biyime uzak yaş dileymen. Doyum özü istegenince yaş versin. Yaş. Hemşe şu ağam bilen biyimlere yaxşı günlere barik. Doyum şu keme mama sağ gelip gelin alıp oturup hem şu uzu birçilikte hem şu yaxşı günlere barik biyislere. Rahmet. Rahmat, rahmat. Ovsinjonlar, sağ bo'lin, salomat bo'ling. Bizlardan oldin ayollarga so'z berdi deb o'ktamboylar o'pkalab o'tirgan bo'lmasin, ulardan yanına borin, ozgina ovqat yesinlar dedim bulardan. Rahmat sizlarga, niyatingizni yetinglar. Qarindoshlarga, yaqinlariga suyanadi. Mana Shukronboyni yelkadoshlari, orqalarida tog'day bo'lib turgan akajonlari ham bugun ezgu niyatlar aytish istagida. O'ktamboy, marhamat. Rahmet. Benim şu ülkem bilen sinirimiz salamette uzak ömür dileymen. Hemşe baxtlı olsa. En yaman günlere şimdi bu gay. Benim Ümitcanım amasa o gelip toylanda oturmak nasip etsin. Mudama sağlık salametlik olsun. Toshkentdan kelgan mehmonimiz, go'zal niyatlar bilan, tilaklar bilan. Marhamat, tilaklaringiz. Rahmet, selamun aleyküm, arkadaşlar. Öğlenler, sizleri kanalınız hürmet etemiz. Sizlere rahmet, bana şükür kaldırmayı göremezsizler kanallarınızı. Taşkent yüzünden kaldırmayı göremezsizler kanallarınızı. Yaşlar baktı olsun, yaşlar değil mi? Bizlerden küçük ne o bulan? Bazı ağasının rahatını görsün. Aman bolunlar. Damla, rahmet. Rahmat, sizlarga ham sog'lik, salomatlik, oilangizga mustahkamlik tilaymiz. Ilohim hamisha xonadonlaringizda bo'layotgan yaxshi kunlarda do'stiyonlar bir tomoningizda tursin albatta. Tabrik so'zlarimiz yana yaqinlar tomonidan davom etadi. Bu yerda kuyovimiz o'tiribdi, bunda Hamro ukamiz o'tiribdi. Qadamboy ham bormi? Rahmet, assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana bugün bir ağamızın uyunda bir yaxshi kunda o'tiribmiz. Bir meni ağama uzoq umr tilayman. Xudoyim shu bular eng yomon kunlari shunday bo'lsin. Safardagi ukamam amasi kelib, shun to'ylarida ushlab o'tirmoq nasib etsin. Nima deymiz? Hammaning shunday yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin.
Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Salomat aka, meni bugun Shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Quronboyam bilan baxtli o'g'ay hamisha bog'lar rohatini ko'rgay. Shunday hamisha yaxshi kunlarda, shunday to'ylarda o'tirmoq hammamizga nasib etavergay. Avvalambor shu Hayit bayrami bilan hammangizni tabriklayman. Shunday bayramni hamisha ko'p-ko'pini ko'rmak nasib etgay. Rahmat. Rahmat, sizlar ham niyatingizga yetinglar. Kiyevlarni payg'ambarlar siylagan. Deb mana shu yerda Yusufboy ukalarimiz, ina bojalari o'tiribdi bu tomonda. Tilaklaringizni eshitamiz. Assalomu alaykum shu davra qatnashchilari. Men ham singlim salomatni, kuyovim Quronboyni tabriklayman. Qo'sha qarsinlar, baxtli saodatli bo'lsinlar. To'ylar bundan ham bulroq to'ylar berib o'tirsinlar iloyim. Yaşın uzun bo'lsin iloyim. Quronboy sanam. İbadayni nima o'tirtishni bezam bo'lamayman bu kishi. Mana bize Quronboy bilan salomat, Xudoyim uzoq yasha. Şu balang to'yinda aytish yoddan chiqmasin. Xudoyim shu hayit bayramlari bilan hamma shu yetgan bor, menga yetmagan bor. Uzoq umr tilayman. Xudoyim shu vaqtlik cho'g'liqlarni ko'rib nasib etib o'tirish nasib etgan. Rahmat. Qo'shilamiz yaxshi tilaklaringizga. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana shu bojam ham qudam bulara uzoq yosh tilayman, salomat. Iloyim qo'sha qarg'ashlar, bolalar rohatini ko'ring, istagancha yosh bersin. Iloyim Umidjonim omon so'y kelib, bunam to'ylarni o'tirmoq nasib etgan hammaga. Bundan ham davralar kengroq bo'lib, sog'lik tilayman. Rahmat. Rahmat, to'ylardan başınız chiqmasin. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun gelinimiz salomat tug'ilgan kun ekan. Shuhratdan foydalanib, menga ukam bilan ikkisini baxt tilayman. Xudoyim, mana bugun qo'shaloq bayram ekan, hayit bayramlaringiz bilan hammangizni tabriklayman. Xudoyim shu ukamiz safardagi Umidjonim sog' salomat kelib, to'y etib, to'ylardan bundan ham rohat o'tirmoq hammamizga nasib etgan. Baxtli bo'lsinlar. Bir tabriklayman. Uzoq umr. Quronboy bilan teng yashab. Bugun Quronboy ham tug'ilgan kun axir. Ikkisi qo'shalar. Iloyim shu Umidjonim omon so'y kelib, kuzakdami, to'y etib o'tirish nasib etsin. Hamma yig'ilib. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hammangizni yaxshi tilaklaringizga qo'shilamiz. Ana shu tilaklar o'zlaringizni hayotlaringizda yo'ldosh bo'lsin. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Muboraklar bo'lsin qilgan to'yingiz. Kuy qo'shiqqa to'ldi bu kun uyingiz. Mudoma izzatda o'tsin umringiz. 50 yosh to'yingiz muborak bo'lsin. Sira ko'nglingizda bo'lmag'ay armon, joningiz sog' bo'lib surgaysiz davron. Sizlarni qo'llasin Pershoyi mardon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kamiz ko'ngillarni Alloh bitirsin. Barchamizni shunday kunga yetirsin. Gelin olib oqtiq chovliq suydirsin. Bugungi to'yingiz muborak bo'lsin. 50 yosh to'yingiz muborak bo'lsin. Barchani xonadonda faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Biz esa davramizni qo'shiq kuylar bilan davom ettiramiz. Marhamat sinfdoshlar, qarindoshlar, davra sizlarniki. Aldamchi yosh ko'rmayin, kapaqni bir jindiylik. Aldamchi yosh ko'rmayin, kapaqni bir jindiylik. Hatta enang yurmayin, kapaqni bir jindiylik. Aka aka afey, waka waka afey, aka aka afey, waka waka afey.
deryadan Yağmur yoksa yağmurlardan Rəşq qılaman da Canzer, canzer, canzer Meri sıkı mastı mastı da Dar dul 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 divana Canzer, 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 canzer Canzer, canzer
keladi. Bolaligim seni sog'indim. Mana indigina chiqadi bola sinfdoshlar o'yinga, yana hali davramiz davom etadi. Hozir esa shu Quronboyni to'rt oldina taklif etamiz. Mana shu chiroyli o'yin ko'rsatgan jo'ralarini, jigarlarini mana tortlarni o'z qo'llari bilan kesib dasturxonlarga tortiq qilsalar. Salomatjon, Quronboy, tortlarni kesamiz. Shungacha qo'ng'ishlardan, Muborakjondan yaxshi niyatlar eshitamiz. Butun ko'changiz ayollarining. Rahmat, assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana biz bugun mana shu qo'ng'ishim Salomat bilan Quronboyni mana shu eng yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. Bularning eng yomon kuni shunday bo'lsin. Hamisha sog'lik salomatlikda birga yetalashib, gelin olib, oqdiq, cho'liq ko'rib, yotliq ko'rib, nishat indagan kunni ko'rmasin. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Baxtli mandalardan baxtli bo'lsin. Rahmat, qo'ng'ishchiliginiz iloyim hamisha yaxshi bo'lsin. Bordi keldingiz bo'lsin, to'y marakalarda birgalikda bo'linglar. Yaqin qo'shni tug'ishganday bo'ladi. Chiroq yoqsa nuri tushib turadi. Ilhomboy. Rahmat. Yine Quronboy qansan? Sen yaxshi, salomat, sen yaxshimisan? Quronboy. Salomat. Kenglab berma. Yaxshi, sho'xsadan bekkel, yaxshi. Yine o'rtoqlar, shu meni ajralmas qo'ng'ishim Quronboy. Rahmat. Ajralmas qo'ng'ishim deganning sababi, men bolamni uylantirgan vaqtimda bir tovuq so'ying, men bir tovuq so'yaman deb aytgan shu mert yigit shu. Hozir vaqtda her üstüne bir tovuq qo'yib turibdi. Yo'qmi? Bizlerde vaqtimizda unda yo'q edi. To'y meni bolamni uylantirgan vaqtimda. Yine Quronboy. Men so'ravadim. Quronboy dedim. Yaxshi, seniki qiz bola ertaroq chiqib, og'a o'g'il uylantirganda qaytarasiz devedi. Quronboy, ming rahmat sana. Evveldan bor, bu xizmatlaring uchun qo'ng'ishi 1000 yillik qo'ng'ishi. Umrlik qo'ng'ish, hava. Xudo ming hava. Yine Xudoga shukr Quronboy ukam bilan o yaxshi chalg'iyverma. Shu ukami gapi bilan men rostdan ham bir to'g'ri o'zim so'ydim, bir to'g'ri bu so'ydi. Meni bir mehmonlarimiz so'ydi. To'xtab tur, aytmay tur bir zaman. Yaxshimi? Men shunday qardim bor Quronboydan. Yine ellerini aytaman lekin. Nasip etse gelin ağında verirse akı. Yaxshi. Gelin ağında verir. Bunu ele destan etip oturur. Yok. Men çünkü qo'ng'ishini sotib ol deganini aytchaq edim. Rahmat. Yine yaxshi. Salomat Quronboy. Shu tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin Xudoyim. Rahmat. Shu yoshlarga chiqsa Xudoyim. Yine shundaydan 2 yosh, 3 yosh ko'rgaysa Xudoyim. Birgalikda ko'rganmiz. Xudoyim. Qo'ng'ishova el-elat tabriklayman. Salomat Quronboy. Rahmat. Yine do'stim. Yaxshi, rahmat. Yine şu qo'ng'ishi Quronboyni Sabriblar xonadoni bu. Avvalambor bu avvalambor gerek bo'lsa bir ulug' xonadon bu. Yine bir Novruz ayimi gerek bo'lsa bir Novruz ayimida bir baxtli olam bu. Gerek bo'lsa yine şu yaxshi kun bu. Şu xonadonda bir yine Zarbatan var, başlıkında ilohim şu paytalarını berib o'tirg'ay şu. Zarbatan. Rahmat, baxtli bo'lg'aylar shu Quronboy bilan salomat baxtli bo'lg'aylar. Ne deymiz boshqa? Rahmat, niyatlaringizni aytinglar. Quronboy salomat qani tortni kesing, issida erib ketmay burin mana. Qani salomat keling. Kiyim bo'ladi, lazgan bo'ladi, boshqasam. Qani bir chiroyli muzikalar bilan Salomatjon, qani kelinglar tortni yanına.
tilaydi, betob bo'lsam hech uxlamaydi, Xudodan baxtim so'raydi onam. Jonim tikan o'tirsa toshlar, ushlamasin deb bag'ritoshlar, duo qilar ko'zida yoshlar onam. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim, onajon. Meni asrar duolaringiz, ko'zga surtay qo'llaringiz, uzoq bo'lsin deyman umringiz onam. Kechiring gar bo'lsa xatoyim, yoningizda bo'lay har doim, sizni asrasin xudoyim onam. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim, onajon. Yine shunday ayol bilan yine baxtli saodatli yashab ketirsizlar. Kulib turgan ayolning eri dunyoda eng baxtli deydi. Shundaygina bir chiroyli qizga, bir kulib turgan qiz bilan mana oila qurdingizlar, farzandlar o'stirdingizlar, to'ylar berdingizlar. Endi yine 50 yoshga kelibsizlar. Bundan keyingi umringizda ham baxtli, saodatli, tinchlikda, totuvlikda yashab, chiroyli yerlardan gelin alıp, ahtıqlar suyup oturmak nasip etsin. Yine bugün sizi şunday yaxshi gününüzde hamma birdek kuvandı. Keling şu dostlarga bir ikki og'iz tilaklaringizni, bir minnatdorchilik so'zlaringizni eshitsak. Avvalambor Emjabika rahmat sizga xizmatlaringiz uchun. Shunchalik o'qitdingiz, qisintirdingiz bizlar uchun og'ardi sochlaringiz. Ilohim shu oqargan sochlarda meni hissam ketdi. Ko'p qisintirdim men sizni. Qasrda o'qib boladimda. Endi zamonzayli ullayib, uylandik. Salomat degan qizni olib qo'ydik biza, bilmay. Ava. Shu bilan baxtlib, 3 qiz, 1 farzand ko'rdik. Shulardan shuncha ortiq ko'rdik. Ilohim hammangizga shunday sev farzandlik nasib etsin. Ben salomatimi ne desem ekan? Oy bilan almashinman. Quyosh berroqda turaversin. Oy bilan almashinman. Bu 75-yil tug'ilgan bo'lsa, 95-yil meni uyime geldi. Atasının uyuna qaraganda meni uyimda ko'proq yashadi bu hali. Shu yoshdan yetib. Ilohim meni uyimda 1000 yashillab yashag'ay. Hatta bir asr yashasam yashag'ay Xudoyim. Hammangizdan bana qo'shqaningiz bilan shunday qo'sha qarib, asr ko'rib birgasizlar. Hali biza bu gap bilan asr ko'rdik emas. Hali bir endi o'tgan oilamiz Xudoyim atasının uyundan yaşayan ömründen köp meni uyumda birge gördük, bakam gördük. Ilohim hammamizdan bağı, er hatun, gelin köyümüz, hammamizdan şundi köp ömür qo'shqani bilan qo'sha qarib yashaylik Xudoyim. Hammangizga rahmat. Şundi ulug' kunimizda tabriklab kelib o'tirgan ekansizlar. 1000 marta rahmat. Og'aylarim, ukalarim, singillarim, sinfdoshlarim, do'stlarim, bugun davram jam-jam. Ilohim hamisha xonadoningizda gavjum bo'lg'ay shunday baxam. Rahmat Oyimjon aka.
Rahmet. Hemmenize rahmet. Ming merta rahmet. Avvalambor ustoz sizga katta rahmat. Birinchi klassga borganda ushlashni o'rgatdingiz. Bu aytgandek katta bo'lgan vaqtimizda to'yimizni o'tib berdingiz. Ina 50 yosh yubileyimizni o'tib beryatirsiz. Xudoyim Umidjon bolam omon-sog' kelib, shuni ham to'yni o'tkazib bergaysiz. Hamisha yonimizda turg'aysiz. Do'stlarim, sinfdoshlarim, og'aylarim, qo'nishlarim hammangizni hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Bizlarga shunday hurmat etib kelgan ekansizlar, bizlar ham borib sizlarga to'ylaringizda yotib yumalanib xizmat etganmiz. Rahmat kelganlaringiz uchun. Hamma yaxshi tilaklarim sizlar uchun. Ha, maqtiman uchun, ha, ko'z ochib ko'rganim maqtiman. Deydilar insonni alam yig'latar. Deydilar insonni qayg'u yig'latar. Alamni, qayg'uni chetga suringlar. Aslida insonni sog'inch yig'latar. Rahmat. Öter yıllar tozanı, yıldızlar göz yaşı sabanı, öter insan yaxşı yamanı, mehr kalır, muhabbet kalır. Nima deysen ey mağrur insan, azapların kıldı kımeni kan, biz ham dünyadan ötermiz inan, mehr kalır, muhabbet kalır. Bizlerde mehr muhabbet hiç kaçan terk etmege, hemmemiz mehrli birgeymiz Xudayim. Quronboy, salomat. Er-xotin borib bir-birine o'xshab ketar ekan. Xarakterim tashqi tomonam. Sizlar bugun 50 yoshda emassizlar. İlk sevgimni hamon senda ko'raman. Ko'zingga termulsam ayon ko'raman. 18 yoshdasan hamon men uchun yoshni sanaganni yomon ko'raman. Hamisha 18 yoshdagi sevgi, muhabbat, mehr qalbingizni tark etmasin, baxtli bo'linglar. Umidjonni uylantirib, to'ylar berib o'tirg'aysizlar. Xudoyim murodingizga yeting. Har bir inson murodini yetsin. Hammaning uyida to'y bo'lsin. Rahmat, baxtli bo'linglar akalar. Istagim o'chmasin yongan chirog'ing. Yulduzday nur sochsin chashming, qarog'ing. Magar chinor bo'lsang, chinordek yasha. Bevaqt uzilmasin biron yaprog'ing. Barchani xonadondan to'ylar tilab qolamiz. Sog' bo'ling.